Assalomu alaykum aziz kitobxonlar va hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan kitobning inson hayotidagi o'rni, unga qanchalik katta kuch berilgani haqida bir necha fikrlarimni bo'lishmoqchiman. Kitob nima uchun insonni tarbiyalaydi? Nega o'qish insonni o'zgartiradi? Keling shu savollarga birgalikda javob izlaymiz. Marhamat, tinglang. Kitob nima uchun o'qiladi? Hurmatli talabalar, insonni inson sifatida yuksaltiruvchi eng katta kuch bu uning fikridir. Fikr esa tajribadan ham oldin kitob sahifalarida rivojlanadi. Shuning uchun har bir yuksak maqsadli yosh uchun kitob tanlov emas, balki ehtiyojdir. Kitob insonni tarbiyalaydi, tafakkurni o'stiradi, nutq madaniyatini poklaydi. U faqat bilim emas, balki hayotni chuqur his qilishni o'rgatadi. Kitob o'qigan talaba nutqli, o'ylovchan, o'quvchan va mustahkam xarakterli bo'ladi. Har kuni 10 daqiqa kitob o'qish kichik amaldek tuyulishi mumkin, lekin u katta natija beradi. Odatni shakllantiradi, fikrni charxlaydi, xotirani mustahkamlaydi. Internet tezkor ma'lumot berishi mumkin, lekin chuqur fikr, haqiqiy dunyoqarash va yetuk tafakkur faqat kitob bilan keladi. Internet ma'lumot beradi, kitob esa insonni tarbiyalaydi. Shuning uchun aziz talabalar, kim bo'lishni istasangiz, o'sha sohaning kitobini o'qing. Kelajakda bilimli, raqobatbardosh va salohiyatli bo'lishning eng to'g'ri yo'li kitob bilan do'stlashishdir. So'zimning yakunida shuni aytmoqchimanki, hurmatli kitobxonlar, kitob inson qo'lidagi eng pok nur va eng ishonchli yo'ldoshdir. Shu nur bilan hayot yo'lingizni yoriting. Har kuni bir necha daqiqa kitob o'qishni odat qiling. Chunki siz ertaga kim bo'lishingiz ayni shu bugun o'qiyotgan kitoblaringizga bog'liq. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Neydi?